Yo'q, mani aybim yo'q. Hammani pulini qaytarib beraman. Qo'yaveringlar meni. Bu holatga qanaqa tushib qolganimni hosilaga ko'rsatib beraman. 5000 beraman boshiga, qolganini 2 oyda qilib beraman. Bo'ladimi aka? 2 oydan kech qolmaysizmi aka? Ya, kech qolmaydi. Xudo xolasa vaqtda bo'ladi. Kech qolmasangiz bo'ldi aka. Ya, bo'ldi aka. Hop, mana 5000 chiqadi. Sanab oling. Hop. Faqat bitta iltimosim bor-da aka. Notariusga borib shu nomiga qilib bersangiz. Mashinanimi? Ha? Pul to'lanmasdan oldin g'alati yo'q aka. Menga ishonmayapsizmi aka? U g'alatiroq bo'lib qoladi yo'q aka u. Hozir men 2 oyda olman-ku, balki 1 oyda berib yuborarman. Qani aka ishondim, faqat kech qolmang iltimos. 1 oyda bo'lib qolishi ham mumkin-da aka. 0 bo'lib ketamiz. Bo'ldi aka. Sanab oling, notarius gaplashib qo'yganman. Boramiz, shunda оформление qilib beradi. Obsotar 25 ming qilishdi aka. Короче, yurgan 50 ming, yil 21, kraskasi toza. Xo'p, nima xizmat aka? Siz bo'lsa do'kon ochaman dedim-ku. Texnikaga qiziqaman. O'sha pul bo'lmay qoldi. O'rniga mashina qilib bersam. Hop, men o'zim ham mashina qarab yuribman. Dangal aka necha pulga o'tkazasiz? Xo'p, obsotarlar 25 ming qildi, boy aytdim-ku sizga. 24 mingga qilib bersam, sababan doimiy ishlasak, oldi berdi, hozirdan bir-birimizga ustupka qilib bersak, zo'r-ku, to'g'rimi aka? Danlishim ishlayveramiz-da. Yana filialni ochmoqchiman, do'konlar qilmoqchiman. Bilasiz, daysizlarga ham qiziqaman. Qarang aka. Mashinangiz puliga 12 ta havo tozalaydigan beraman. 15 ta pilosos assortiment beraman. 20 ta stayler ходовойdan assortiment qilib beraman. Bu 47 ta bo'lyapti. Do'koningiz bemalol to'ladi. zo'r 47 ta. Bo'ladimi aka? Ma'qul? Bunaqadan hozir bitta notarius bilan gaplashing, xudo xolasa hozir. Gaplashing. Yedi. Alo. Murod aka, assalomu alaykum. Mustafa aytsimsiz? Hop aka, tez gapiraman. Bitta mashina o'tdim. Shuna imkoni bormi? Bez o'chirishni o'tkazib yuborishni oldingizga tushsam. Bo'ladimi? Bo'ldi aka. Ya'ni sog' bo'lsan, hozir o'tamiz. Farq aka, gaplashib qo'ydim aka. Boramiz, bez o'chirib tez-tez o'tkazib beradilar, xudo xolasa ishimizni hal. Gaplashib qo'ydim. Qarang, aka sizga jasrosh emas-ku, ha? Bu tovarlarni berib yuborsangiz, ertaga bemalol qilsangiz, bugun ishlarim ko'paydi sal. Nima deysiz? Hozir raspiskani yozib beraman. Ya, raspiskasiz kerak emas aka. Bunaqada qarang, tovarni olib ketaveringda, faqat ertadan qolmasin, men gaplashib qo'yaman, ertaga bez o'chirishni o'tkazib yuborishadi. Bu, nomga o'tkazib olsam, ko'ngil xotirjam yo'q. ya ma'qul, ertaga bemalol. Bo'ldi. Bo'ladimi? Ketdim, tovarni yig'ib beraylik. Yuring. Aka, buni probegi qancha? Yurgan 50 ming aka. Aha. Kraskasi toza. Kraskasi toza. Yil 21. Qancha buni taqalgan? Endi menga qolsa 25. 25 qimmat aka, 23 bo'lsa olib qolaman. Bu yerda подготовка o'zi bor. Tayinlaymiz, bozorga olib chiqib sotish kerak. Bo'ldi aka. Nima qilib zaklad beraymi? Zaklad bering. Xo'p. Aka, men $200. Rozi bo'lasiz? Ertaga xabarlashamiz siz bilan. Ha. Menda Dysonlar bor edi. Ha, har xil. Очиститель, feni. Da. Pilisosi ham bor. Короче, 47 tada, где-то 24 millik mol.
Sanga uni man 22 ming berib yuboraman. Ha, bank kerak emasdi, kelib qoldi bittasi berari bor edi. Da. Bo'l. Pul tashlab keta qol bo'lmasam? Ha. Bo'ldi, kelishdik. Ha. Ha, daysizlar ham joyini topdi. Nol ikki qilaman deyman mana. Mashing.